Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Shagaishi mashinkalarining eng so'nggi modeli bo'lmish Jack Z7 mashinkasi. To'g'risini aytsam, ushbu mashinka haqida o'zim ham 100% ma'lumotga ega emasman. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu mashinkani o'rganib chiqamiz. Qani, ketdik. Hop, mashinkamizni tashqi ko'rinishidan boshlaydigan bo'lsak, mashinkamizning kattaligi avtomobillar misolida ko'radigan bo'lsak, bir Cadillac Escalade'ga qarab o'xshab ketadi. Juda bahaybat, katta. Ko'rinishlari ham bir Terski chiqazilgan mashinka ekan. Bu mashinkamiz ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda buriydigan mexanizmlar qo'yilgan, stoli ham o'sha, ya'ni ichki diapazoni ham ancha katta bu mashinkamizda. Xo'p, ip o'tishini ham mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu Babina stoykasi ham bunda sal boshqacha ishlangan ekan. Mana bunisi metall boshqacha, mana bularni plastmassadan ishlangan ekan. Hop, mana ip o'tadigan joyiga katta qilib temir qo'yilgan ekan. Bu yerdan ipimiz o'tib, bundoq kelib mana bu yerga mana ipini o'tish uchun maxsus joy qilib chiqarilgan. Hop, yana oddiy boshqa mashinkalarga qaraganda ushbu mashinkamizda lapka ko'taradigani orqa tomonni, galovkani o'rtasiga qo'yilgan ekan. Mana bu yerdan lapkani ko'tarishimiz mumkin. Oddiy 4 joy Shagaishilarda mashinkani orqa tomonga yotqizishimiz uchun orqasida narsa turardi. Bunda esa mashinkani o'zidan temir chiqazib qo'yilgan. Mashinkani o'zidan temir bundoq qilib chiqazib qo'yilgan. Orqa tomonga yotqizguncha o'sha temir o'zi ushlab turadi. Xo'p, mashinkamiz ham yengil emas, gavdasiga yarasha ancha og'ir. Korobkasiga 64 kilo yozilgan. Galovkamizning og'irligi 64 kilo. Va mana shu yerda aytib o'tib ketishimiz kerak, galovkamiz og'ir bo'lganligini hisobiga mana bu stolini ushlash uchun mana bu stoykalarini ko'rishimiz mumkin, ikkita qo'yilgan. Stolda mana bu urinni tekis ushlashga, qiyshayib ketmasligiga mana shu narsani strixovkalari hamma narsasi o'ylangan, ikkita qo'yilgan. Bu yoqda ham ikkita, nariyoq tomonda ham ikkita baquvvat qilib ishlangan. Bu 64 kiloni ko'tarib turish, sizga ancha vaqt ishlab berishi, hamma narsasi hisob-kitobga olingan. Xo'p, mashinkani teg qismini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana ancha-muncha mexanizmlar bor, mana bu yerda mana datchiklari bor ekan. Xo'p, bu mashinkamiz avtomat ko'rishimiz mumkin. Bu narsa mana bu lapka ko'taradigan emas, bu narsa вообще boshqa narsa ekan. Keyin bu mashinkamiz hop moyi paddonda emas, o'zining ichki yopiq joyida turar ekan. Mana bu yerda ham mana paddon yo'q. Mashinkaning ichida o'zini maxsus joyi bor ekan. Oldingi yopiq paddonliklarning hammasida mana bu yerda tagida katta paddon bo'lardi, yopiq bo'lardi. Lekin bunda mana ko'rishimiz mumkin, paddonning o'zi yo'q. Moyi, lekin mashinkaning ichida turibdi. O'ylangan narsa. Hamma narsasi hisob-kitob qilib, hop, mashinkani joyiga qo'yamiz. Hop. Ko'rishimiz mumkin ekranimizni. Bu yerda o'sha knopka degan narsani o'zi yo'q. Mashinkamizni shu ekran orqali sensorda boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda moyini ko'rishimiz mumkin. Tepada o'sha Xitoy yana o'zgarishlarda davom etmoqda. Tepada umuman shisha yo'q, moyning rangini ko'radigan hech narsa yo'q. Hamma narsasi mana shu shishani o'zidan. Moy quyishi ham, moyning urug'ini ham, rangini ham shu yerda o'zidan bilishimiz mumkin. Xo'p, mashinkamizning moyi bu yerda joylashgan ekan. Har doimgidek mana bu yerda USB port tashlab ketilgan, tikuvchilarga qulaylik bo'lishligi uchun mana bu yerda kattagina maxavik qo'yilgan. Bu oldinlari metalli va ishlatilgan narsasi boshqacha bo'lardi. Bu yerda plastmassadan foydalanilgan. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, maxavikni oldingi mashinkalarda hammasida maxavik aylanganda motorni sovutib berardi, sovutganda aylanguncha havo tortadi. O'sha havo tortguncha ichkariga chang yig'ib tashlardi. O'shanaqa narsani oldini olishlik uchun mana setka qilib qo'yilgan bu mashinkamizni ko'rishimiz mumkin. Ana endi platada, motorda, enkoderda umuman chang to'ldi, boshqa problemalar umuman kuzatilmaydi. Mana ko'rishimiz mumkin. Setka qilib qo'yilgan. Xo'p, keyin mana bu yerda mana ikkita nimalargadir mexanizm qo'yilgan, tepaga mexanizm qo'yilgan. Xo'p, mokini o'rashini ustidan yon tomonga olingan ekan bu yerda mana. Bu yerda ham ancha boshqacha ishlangan. Mana metalkani o'raydigan. Mana bu yerdan adashmasam shu ko'p kam o'rashini to'g'rilanadi. Bu yoqda bundoq qo'ysa o'zi avtomatik tarzda o'raydi. Mana bu yerdan it qatorroq boshroq o'rashi. Mana bu yerda mana yana knopkalar qo'yib ketilgan. Bu mana ekranga borib ishlatmasdan shu yerda o'zidan bajarish uchun qilinadi bu narsalar.
Xo'p, keyin mana bu yerda nimagadir ikkita regulyator qo'yib ketilgan ekan. Bu regulyatorlarni ham hozir mashinani yoqib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, keyin mana bu yerda qanaqadir mexanizm qo'yilgan. Buni ham hozir bitta yoqib ishlatib ko'ramiz. Mashinkamizni mana bu joyini to'g'ri mashinkamiz ikkita iynali mashinkaga o'xshatib qilingan ekan. Mana bu yerga mana stopper bor. Bu mana bu yerga mok qo'yilar ekan. Xo'p, mashinkamizni mana bu головка qismi bosh qismiga motor qo'yilgan. Bu motor chiqdi. Mashinkaning ichida joylashganligi uchun havo kirib aylanishi muammo bo'lishi mumkin. O'sha narsani xitoyliklar o'ylagan holatda mana bu yerda mana radiatorga o'xshab joyini kesib ochib qo'yishgan havo aylanishligi uchun. Hamda yana bu yerda ochib qo'ydi, ichiga musor tushib, musor to'lmasligi uchun ichidan zashtasi ham bor. Havo aylanadi, lekin mashinaning ichiga chang, ortiqcha musorlar kirmaydi. Hammasi detalli o'ylangan. Xo'p, keyin mashinkamizni tagiga o'tadigan bo'lsak, tag qismiga mana bu yeri o'sha aytib o'tganimizdek ikkita ninalini mexanizmiga o'xshatib qilingan bu yerda. Xo'p, mana bu yerda mana datchiklar qo'yilgan. Kontaktlar, shtikerlar ulangan joyi. Xo'p, bunisi bu yoqdan borgan, mana bu yerdagi magnitga borgan, bu buzib berishiga. Xo'p, bu yoqdan kelgan ikkinchisi esa mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Komplekt qismiga moy borishini o'zi avtomatik tarzda значит to'g'irlab turadi. Mashinkaning tezligiga qarab. Bu narsa yengillik oldingi mashinkalarda hamma tikuvchi o'ziga o'zi sozlab olishi kerak edi. Endi bu mashinkada ko'rishimiz mumkin, mana kontakt orqali mashinkaning tezligiga qarab turib, mashinka o'zini komplekt qismini moylaydi. Avtomatik tarzda sozlab turib, mana bu yerda mana moyni shlankasi kelgan, bu yerda mana to'g'ri chiqib komplektga borgan. Xo'p, mashinkamizning o'ng tomonidan platasidan chiqqan kabellarni mana ko'rishimiz mumkin. Mana shu narsa ham даже o'ylangan, temir qilib turib, xamutga ushlatib qo'yilgan. O'ynab yotmaydi, mashinkani ag'darib, orqa tomonga ag'darib yana qaytib qo'yganingizda qisilib qolib, zamekani bermasligi uchun mana shunaqa temir qo'yib, resheniya qilingan. Hop, bu yoqdan chiqib turib, mana pastdagi blokka ulanadi. Hop, pastdagi blogimizda o'chirib yoqishimiz bu yoqda miyasi bor. Buni ham mana ko'rishimiz mumkin. Oddiy tekst qilib qo'ymagan, bunga mana figura berib ko'rishimiz mumkin. Figura berib bir boshqacha qilib ishlangan. Включателimiz mashinkani o'chirib yoqishga ancha e'tibor bilan, did bilan qilingan mashinka ekan. Hop, yoqamiz. Mashinkani joyiga qaytarib qo'yamiz. Buni ko'rinishiga gap yo'q. Boyaga aytib o'tganimizdek mana sensorlik ekran barcha mashinkamizni elektronika qismini chetdan boshqarishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Birinchisi Wi-Fi qo'yilgan. Buni katta fabrikalarga Wi-Fi orqali bitta xonadan o'tirib boshqarish mumkin. Xo'p, mashinkamizni ham yoqib oldik. Boyaga aytib o'tganimizdek ekranini ko'rishimiz mumkin. Kattagina displey, ya'ni ekran qo'yilgan, sensorlik. Xo'p, ekranimizni birinchi o'ng tomondan boshlaymiz. Mana M qilib qo'ygan bu ichki parametrlarga kirib o'zgartirish uchun mana tilini o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, xitoy tili, ingliz tili, portugaliya, italyancha tili bor ekan. Hozircha rus tili yo'q ekan. Xo'p, keyingisi parametr manual, ya'ni ichki parametrlarga kirib o'zgartirish uchun sistemani o'zgartirishga. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin mashinkani ekranini yarqisini, gapirishini, ovozini, baland pastligini, qancha vaqtda ekranni o'chishi, qancha vaqtda ekranimiz blokka tushishi, blokka tushganda ekranning yarqisida qancha bo'lishi kerak, hammasini mana shu yerdan boshqarishimiz mumkin. Xo'p, parameter settings. Bu yerdan parametrlari bor, yana qo'shimcha bu yerdan sozlanadigan, bu asosan mexaniklarga kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu yerda ham yana parametrlar, mana bu yerda mana nuqta bilan qo'l qilib qo'yibdi. Bu yerda ham mana ko'rishimiz mumkin, ichki parametrlari bor mashinkani. Hop, orqaga qaytamiz. Hop, bu yerda mana bu funksiyasi tikib to'xtaganda o'zi avtomatik tarzda labga ko'tarish. Bu narsa nima uchun kerak bo'ladi? Burilishli ishlarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha burilishli ishlarimizda liniyani pastda to'xtagandan keyin labga avtomatik tarzda ko'tarilib tursa, tikuvchi materiallar oson bo'ladi. Agarda labga avtomatik tarzda ko'tarilmasa, tikuvchi pedalni orqaga bosganda ipni uzib qo'yishi mumkin, ishni tugatib qo'yishi mumkin, zakreka qilib ishni tugatib qo'yishi mumkin. O'shanaqa holatlar bo'lmasligi uchun mana shu funksiya qo'yilgan. Buni o'chirib yoqishimiz mumkin. Kerak bo'lsa
yoqamiz, kerak bo'lsa o'chiramiz. Xo'p, boyaga aytib o'tganimizdek, qancha vaqtdadir ekranimiz, misol uchun boya ichki parametrda ko'rsatilganda 1 minutda 30 sekundda blokka tushadi. Bosamiz, hech narsa ishlamaydi. Blokdan ochish esa mana qulfni bosamiz, qulfdan ochiladi. Xo'p, buni kerak bo'lsa ishlatamiz, kerak bo'lsa o'chirib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, tishini ligrovkasi bu. Avtomatik tarzda materialning qalinligiga qarab turib, mashinkamiz tishini ligrovka qilishi mumkin. Bu mashinkamizda ham sun'iy intellekt chipi bor, kuchaytirilgan motorlar qo'yilgan bu mashinkamizga. Xo'p, keyin mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Telefonning rasmini qo'yib qo'ygan. Tikuvchi bu yerda nima qilishi mumkin? Mashinkasi buzilib qoldi, mexanika bog'lanishi mumkin. Materialda qanaqadir defekt bor yoki bo'lmasa master bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, o'tirgan joyidan masterga bog'lanib turib ishini bitirish mumkin. Hamda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, gaplashib bo'lgandan keyin telefonni, ya'ni zvonokni tugatish mumkin. Xo'p, orqaga qaytamiz. Xo'p, bu narsa bunga qanday qilinadi? SIM karta qo'yiladimi yoki bo'lmasa nima bo'ladi desak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, Wi-Fi qilib qo'ygan. Bu Wi-Fi orqali barcha mashinkalarni bitta kompyuter orqali boshqarishimiz mumkin hamda Wi-Fi orqali o'sha mexanika masterga bog'lanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yoqda ikkinchi qatorda mana kolonkaning rasmi qilib qo'ygan. Bu narsa mashinkani yongandagi salom berishini yoki bo'lmasa gapirishini o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Screen lock, unlock, soft on. Buni bilmayman. Keyingi knopkamiz qaychi bilan lapkani rasmi. Bu degani qaychi avtomatik tarzda ip uzdimi, lapkani avtomatik tarzda ko'taradi degani. Ip uzdi, avtomatik tarzda lapka ko'tarib turadi. Uchinchi qatorimizda mana reset deb yozilgan. Bu ekraniga teginib tashlagandan keyin o'zini zavodskiy holatiga qaytarmoqchi bo'lsangiz, reset knopkasini bosib tursangiz, o'zini zavodskiy holatiga qaytadi. Xo'p, keyingi knopkamiz bu yerda mana kalta tayoq bilan nuqta-nuqta qilib qo'yibdi. Adashmasam, mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Ikkita tayoq bo'lgan hisobiga bu mashinkamiz katta chok hamda kichkina chok tikishi mumkin. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, chokni katta-kichik qilishga ikkita mexanizm qo'yilgan. Bittasi katta chok qilish uchun, bittasi kichkina chok qilishimiz uchun. Razmerlari ikkalasini o'zgartirishga ikki xil mexanizm hamda xohlasa katta chok, xohlasa kichkina chokdan foydalanish mumkin bo'ladi. Unlock. Xo'p, keyingisi qaychini rasmini qilib qo'ygan. Bu ip uzishi uzmasligi uchun. Xo'p, keyingisi mana ninani tepada pastda qolishi. Tikib to'xtaganda nina yoki tepada yoki pastda to'xtaydi. O'sha narsani bu yerdan boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin stop. Bu narsa nima uchun kerak bo'ladi? Ninani ipi uzdi. Ninani ipi uzgandan keyin ko'p fabrikat sexlarda kuzatiladi. Ninani ipini o'tkazguncha tikuvchi xayol bilan pedalni bosib olish mumkin. O'shanaqa pedalni bosib olganda nina qo'lni teshib qo'yib, qo'lni tikib olgan holatlar ko'p bo'lgan. O'shanaqa holatlarni oldini olishlik maqsadida stop funksiyasi qo'shilgan bu mashinada. Stop bosdingiz bo'ldi, ekran ishlamaydi. Mana bosgandan keyin pedali, lapkasi hech narsasi ishlamaydi. Stopdan chiqib ketmaguncha, men X ni bosib, stopdan chiqmagunizcha hamda mana bu yerda yon tomonda knopkalari bor, o'sha knopka orqali ham boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda 4-qatorimizda mana ko'rishimiz mumkin, stitch qilib qo'yibdi. Bu narsa ipni qancha ketganligini o'lchaydi. Qancha ip ketganini o'zi avtomatik tarzda o'lchaydi. Xo'p, keyingisi mana bu kiyimni rasmini qilib qo'ygan. Mana bu yerda kiyimni rasmini ko'rsatib qo'ygan. Bu har bitta tikkan ishni avtomatik tarzda sanab oladi. Tikuvchi bittalab sanab nima qilib o'tirmaydi. Mashinkamiz har kun keldi, bunga bosdi. Funksiyani yoqib qo'ydi. Yoqib qo'ygandan keyin ichkariga kirib turib 0 qilib qo'yadi. Nechta qilish kerakligi va tikkan sonini 0 qilib qo'ysa, bo'ldi. O'zgaradi. 0 ga tushdi. 9999 ta ish tikishi mumkin bir kunda. Mana shuncha son bu avtomatik tarzda hisoblaydi. Xo'p, keyingisi mashinkamizning tezligi. Maksimal tezligi 2,5 ming. Maksimal tezligi 2,5 ming oborot. Xo'p, keyingisi undan keyingi knopkamiz bu yerda mana ko'rishimiz mumkin 3 ta narsa qo'yilgan. Oddiy chok hamda shablon tikish, ya'ni cho'ntagiga o'xshatib turib 10 ta 15 ta
avtomatik tarzda sanab tikish, 3 burchak yasash, 4 burchak yasash, xuddi shunday har xil qilib yasashimiz mumkin bo'ladi. W bar tacking. Keyingisi W funksiyasi, bu faqatgina zakrepga berib avtomatik tarzda ip uzadi. Buni yana bir marta bosdik, oddiy trackka o'tdi. Xo'p. Keyingi qatorimiz mana ko'rishimiz mumkin. Boya aytib o'tganimizdek Wi-Fi funksiyasi, Wi-Fi ni o'chirib yoqishimiz mumkin. Keyingisi mana A, B, D, S qilib qo'yibdi. Bu narsa zakrepga kirishida, chiqishida o'shani o'chirib Single yoqish. start, sing end bar tack stitch. Xo'p, ekranimizda shu funksiyalar bor. Xo'p, bu yoqqa qarab yurganimiz mana ko'rishimiz mumkin. Tikish davomida avtomatik tarzda mokiga ip o'raydi. Xo'p. Buni aytib o'tib ketdik. Xo'p, bu yerda mokiga ip boradi, ipni qotirib bo'shatishga. Bu betda mana ninaga ip boradi, hamda mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Mashinkani ipini qanaqa o'chishini kraska bilan chizib qo'yibdi. Oldinlari qog'ozda chizib yopishtirib qo'yardi yoki boshqacha bo'lardi-yu, lekin bu yerda boshqacha yondashilgan. Bu yopishtirib qo'yilgan nakleykalar ko'chib ketardi. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Kraska bilan chizilgan bu narsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Mokini ipi qanday o'tish kerak? Ninani ipi qanday o'tish kerak? Keyin bu mashinkamizda ikkita ninalisi ham bor ekan. Tushunishim bo'yicha, bu yerda ip o'tishini ikkita ninalini ipini ikkinchi ipda qanaqa kelishini ham ko'rsatib qo'ygan. Hamda mana bu yerda mana boya aytib o'tgandek, ikkita ninali do'q igolni nimasiga tortgan. Mana bu yog'iga adashmasam ikkinchi komplekt ham qo'shiladi. Hamda bu yerda ikkita ninali bo'ladi. Xo'p, keyin ko'rishimiz mumkin bu yerda ipini qotirib bo'shatadigan narsamiz. Bu yoqdan, bu yerdan moki ninaga ip ketdi. Xo'p, regulatorlarimiz tagida mana ko'rishimiz mumkin, yana qo'shimcha knopkalar berilgan bu yerda. Bu narsa bu mashinkamiz faqat tikuvchini komfortini o'ylab qilingan mashinka ekan. Ya'ni qanday? Oldingi shaga ishlarda mana bu labga ikkita shagat qilib beradi. Bittasi ko'tarilsa, ikkinchisi pastda turadi. O'sha narsani mexaniklar shistogramni orqasidan o'zgartirib sozlanardi. Ana endi buni mana bu yerda mana L, R qilib shunday oddiy mexanizm burib to'g'rilanadigan qilib qo'yibdi. Bu ham tikuvchini qulayligi uchun. Mexanik chaqirib o'tirmaydi, turgan yerdan o'zgartirish mumkin. Bu yana mexaniklarga ham komfort beradi. Ya'ni shistogramni ol, bo'shat, bura, qotir bo'lmaydi, shu yerda o'zidan legirovka qilib olish mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin yana nima uchun men bu mashinkani tikuvchiga komfort deyapman? Tikuvchi o'tirgan yerdan mexanikka bog'lanishi mumkin. Masterga bog'lanishi mumkin. Qandaydir muammo tug'ilib qolsa. Xo'p, mana bu yerdagi knopkalarni men nima uchun yana komfort deyapman? Tikuvchi qo'lini ekranga bosib, olib borib, qaysi knopkani bossa ham qarab o'tirmaydi. Shu yerda tikyapti, tikkuncha kerakli bo'ladigan funksiyalarni mana shu yerga knopka qilib qo'shib qo'ygan. Ya'ni qanday? Stop. Emergency stop. Pedalni bosamiz, ekranini bosamiz, mana bu yerda boshqa knopkalarni bosamiz, o'zgarmaydi. Nima uchun? Chunki ninani ipni o'tkazguncha tikuvchini qo'lini tikib olmasligi uchun. Qo'yib yubordik, mana keyingi boshqa knopkalarimiz ishlayapti. Xo'p, keyingi knopkamiz bu mana bu mokini ipini ochib berar ekan o'zi avtomatik tarzda. Bosdingiz, ochiladi. Ochilgandan keyin ipni o'tkazgunizcha Emergency stop. bosib qo'ydingiz, qisildi, bosdingiz, ochildi, stopni bosdingiz, keyingisi ochildi. Bu narsa nima? Ipni o'zi shagayishlarda ip qattiq keladi. O'sha narsani ip o'tkazguncha o'zi avtomatik tarzda regulatorni orasini ochib ip bo'sh keladi. Bu ham yana tikuvchiga osonlik, qulaylik beradi. Xo'p, keyingi knopkamiz boyagi aytib o'tganimizdek uzun tayoq nuqta, 3 ta nuqta. Hamda kalta tayoq nuqta dedik, bu yerda nuqtalar soni ko'p. Ya'ni bu yerdan nimani tushunish mumkin? Katta chok tikish hamda mayda chok tikish. Oddiy to'r choklarnikidek chok tikish mumkin, hamda shagayishinikidek katta shak qilib tikish mumkin. Shuni shu yerda o'zidan boshqarish mumkin. Xo'p, keyingisi zakrepga kirishida, chiqishida. Xo'p, bu knopkasini lekin to'g'risi tushunmadim nimaligini. Buni xitoylik mutaxassislardan so'rab ko'ramiz. Xo'p, keyingisi zakrepga avtomatik tarzda mana shu yerda o'zidan bajarish mumkin. Bu yerga qo'lini olib borib o'tirmaydi, agar kerak bo'lsa bu yerdan ham qilishi mumkin. Tikuvchiga qulaylik bo'lish uchun mana yerda ham knopka bor. Bu yerda ham knopka bor, bu yerda ham knopka bor. Xo'p, keyin mana bu yerda yon tomonda mana ko'rishimiz mumkin. U mexanizm qo'yilgan. Bu mexanizm boyagi aytib o'tganimda tikuvchining qulayligi. Qo'lini maxavikka olib borib burab o'tirmaydi, shu yerda o'zidan burab turib ko'rishimiz mumkin. Shagat qilib yuradi. Bosib tursak,
knopkani bitta bossak ko'tarilib tushar ekan. Shundoq o'zini buraydigan bo'lsak, sekin yuradi. Mexanizm. Burashimizga qarab, o'zini ma'lum graduslarda yurib borar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hop, bu yerda keyin yana svetimizni yarqisini o'zgartirishimiz mumkin. Bu ham tikuvchini qulayligi uchun, ko'zini ortmasligi uchun. Hop, keyin mana bu yerda mana boltlarni qotirishga joylari bor. Bu narsalar nima uchun? Ulitkalar qo'yishga hamda metkalar qilish uchun, mana bu santimetrlarini bir xil tikish uchun, har xil narsalardan foydalanish uchun joylar qilib ketilgan. Hop, keyingisi Alternating bu quantity. boyagi tirsakdagini hamda mana bu knopkani to'g'risi tushunmadim. Nima uchunligini. Xo'p, ana endi bitta tikib ko'rsatamiz mashinkamizni. Boyaga aytib o'tganimizdek, mashinkamiz avtomat, pedal orqaga bosganimiz o'zi avtomatik tarzda lapka ko'tarib beradi. Lapka ko'tarish balandligini ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol parallellarni qo'yib, tushirib, mana bosib. Va kirishidagi zakrepkasi. Hozir bizda katta chok turibdi. O mana ko'rishimiz mumkin. Kirishida, chiqishida zakrepkalarni qarang, chokini qarang tekisligini. Umuman his qilgani yo'q bu mashinka. Kojani. Ko'rib turgan ushbu Cadillac mashinkalar, ya'ni Jack Z7 mashinkamiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, opisiyanida link qoldiramiz. Link orqali o'tib turib, barcha ma'lumotlarni, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.